Bugun antibiotiklar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik odatda antibiotiklarni ichganda e'tibor bermaydigan jihatlar mavjud. Masalan, o'sha qon tomir kasalliklarida boshqa ishlatiladi, o'pkada boshqa ishlatiladi, ichaklardagi infeksiyalarda boshqa ishlatiladi. Hamma organda o'zini antibiotik bor desak ham bo'laveradi. Masalan, o'sha nafas yo'llarida odatdan klaritramitsin, azitromitsin ishlatiladi. O'sha pnevmoniya, bronxitlarda, ichak kasalliklarida ko'proq siprofloksatsin ishlatiladi. Shamollash kasalligida odatdan biz antibiotikni o'ta ko'p qo'llaydilar. Aslida bu noto'g'ri. Sabab nimadaki, antibiotik ishlatish uchun o'sha bakterial infeksiya bo'lishi kerak. Siz agar virus bilan zararlanish, masalan gripp holatida antibiotik bersangiz, grippga noto'g'ri ta'sir qilasiz va grippni cho'zilishiga yoki boshqa bir virusni pnevmoniya, ya'ni virusdan pnevmoniya yoki